Men sizni nimaga chaqirganimni bilasizmi? Singillarga qanaqa tarbiya bergansizlar o'zi? Kelin, nima ovqat qilmoqchisiz? Oyijon bugun suyuqini qilib masta o'qimoqchi edim. Nima qilib qo'ya qoling. Shu ovqat qilar ekan so'rab qilmaysizmi? Xo'p bo'ladi oyijon. Kelin, yaxshimisiz? Men bilan shunday yuvib qo'yarsiz. Adasi, sizga aytishga ozgina xijolatman-ku, lekin akajon o'sha ichki kiyimlarni beryaptilar menga yuvishga. Menga qara, qo'lingni yuvmaysan, kir mashinada yuvasan. Bor boshimni qotirmagin. Televizor ko'rib o'tirmasdan holiday ishlarni qilsalaring bo'lmaydimi? Adangi esam esipas esidan chiqib ketibdi. Tinch qo'yasizmi onim? Odamga o'xshab o'tiraylik. Biz ham ozgincha yosh bola emasmiz-ku, o'zimiz bilamiz qachon nima qilish kerakligini. Voy, siz nima qilyapsiz? Bu yerda boring chiqib keting. Gap poylamay yo'l. Voy, kelin, kirlarni holiga olib chiqib yoysangiz bo'lmaydimi? Obda chiqib turibdi-yu. Voy, shuncha kirni hozir hovliga olib chiqamanmi? Oyijon, buncha aql o'rgatverasiz. Bo'ldi, erta ham, bu yerda ham quriydi. Sizni choy qo'yishingizni kutib o'tirmayman men bitta. Ertaroq turib harakat qilsangiz o'lasizmi? 10 ta qo'lim yo'q-ku, qaysi biriga ulguray? Xotinchangizga ayting, ertalabdan qilib beradi. Xudo xola, beodobligiga yoymaysiz-ku. Singlim kelin bo'lib tushgan paytida bizlarni uyimizda olgan tarbiyasini ko'rsatgan ekan. Keyingi o'sha qo'ygan tarbiyasi shu uydagi xonadonda bo'tgan narsa, ya'ni inson insonni ko'zgusi deyilgan. Sizlarga qarab turib, sizlarning xarakterlaringizni o'zingizlar ko'rsatgan ekanda,